Assalomu alaykum hammaga. Va Assalomu alaykum alaykum. assalom. Rais, sog'liksizlarmi? Tinchmisizlar? Va Hamma alaykum tinchmi? assalom. Gapiring Abdulla aka. Nima bo'ldi? O'zim men jini to'g'risi kam anaqa qilyapman. Mavzularga Nilufar opa o'sha anavi Mavzu Hamda ko'p Amirovni qo'yib yubozgan bir advokat bor ekan, onasini eshak qilgan u advokatni tanimayman ham. Erta bilanda menga tashlash yotibdi, videosiga ham qotog'im, o'ziga ham qotog'im, faoliyatiga ham qo'yi ham короче, tanimayman. Nilufar opa o'sha bilan o'tiribdi, hamma menga tashlayapti. Men do'stlarim, men u advokatni tanimayman. Urib qo'ygan joyim bor. Men Nilufar opani taniyman. Nilufar opa bilan apal qo'ygan ukamiz короче. Nilufar opani yaxshi ko'raman. Hamdamir Florinda nihoyat taniyman. Kim u, nima u? Qotog'imdan nari gapni to'g'risi. Endi o'sha ikkita qamalganlar advokati ekanda, o'shanga yozib onalarni amga kirib ketsin, o'sha advokati ham, o'zlari ham amga kirib ketsin. Prosta tashlab beryapsizlar, ko'ryapman. Keyin Nilufar opani so'kib berdim erta bilan. Keyin lichkasiga o'tdim, lichkasiga ham so'kindim. So'kmayapsan. Nilufar sen so'kib berdim erta bilan. Ko'tingni qisib, amingni qis dedim. Qo'shilma, shu jalabdorlarga qo'shilma. Birinchidan ularda senga kuchi yetmaydi, aqli yetmaydi Nilufar dedim. Yo'q, noto'g'ri gapiryapman. Nilufar och mikrofoningni. Men senga aytayman, ularning aqli senga yetmaydi Nilufar. Ko'tingni qis, ezib qo'yasan, itarib qo'yasan dedim. Xo'p deysanda yana tiqilaverasan-da biladi. Onasiga yosh bola o'zinglar chaqirdinglar, aka topkir tiqilmadim, u yosh bola bo'lsa, Nilufar opa sizga kuchi yetmaydi u odamni. Aqli, kuchi yetmaydi. Buni hammamiz bu yerda bilamiz-ku, biladi. Bo'rimiz, haligi bir urush qilib yurgan odammiz-da, biladi Nilufar opa. Hechnikimiz, ha, Temur Rais shoudan chiqqan hechniklarimiz, to'g'ri. Qo'y, sana onasini sikay, bu to'g'ri yo'lda bilsa to'g'ri. Agar noto'g'ri yo'lda bilsa, Nilufar opa, ayt menga, Timur, mana shu gandon noto'g'ri yo'lda yuribdi, onasini sikaman deb, keltirib ber, onasini sikib tasha. Men orqadan turaman, o'zim ham chiqib, YouTube'ga chiqib onasini sikaman. Qo'y teginman yosh bolani, manqas o'qib yurgan odamda Nilufar. Nima qilasan, biladi. Yo'q bolam. Xondamir haqida gap ketayotgan bo'lsa, Xondamir normalniy bo'ladi-yu. Kurgazor keyin anaqasi bilan nima? Kurgazorga qotag'in. Nilufar o'shani og'ziga beradi. O'shaning uchun Nilufar teginma deyapman. Teginma o'sha bolani, qo'y o'sha haligi o'zini doirasida o'ynab yuraversin. Onasini ham kirib ketmaydi. Bu nima deydi? U menga qiziq emas. Men YouTube'ini ko'rdim, nimasini ko'rdim. Qiziq emas. Nilufar opa onasini ham kirib ketsin. Qo'y o'shani ustidan yozib berding, boshqa baloga qoldi. Timurda admin yozib berdi. Timurda admin Nilufar biladi, sen bir nima qilsang, biladi Timurda admin qiladi-da, o'sha Timurga tegadi. Qo'y, apa, teginma o'sha onangizlarga. Yig'lab yuraversin, o'sha qo'ldan qotoqni ish kelmaydi. Garantiya beraman, agar men orqasidan turmasam, qo'ldan qotog'imni ish kelmaydi. Garantiya bu gapimga. Butun dunyoni bloger orqasidan tursin, qo'ldan qotog'imni ish kelmaydi. Nilufar opa teginma. Nima deyapti, nima qilyapti? Temur to'g'ri aytibdi. Yozib menga qarang. Boshqalar ham bilsa kerak, o'zi kimga kerak bilsa xatosini o'zi yozib beradi ustidan. Siz yozmang, nima qilasiz yozib? Lekin bizda vodiyda bo'lmagan unaqa. Lekin bizda hamma narsa vodiyda bo'lgan. Hamma narsa vodiyda bo'lgan. Hamma narsa vodiyda. Hamma qancha ham vodiydan chiqqan, manjalaqi ham vodiydan chiqqan. Nima deyapsizlar? Tasavvurga bormi?